Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaga uchgan O'zbekistonning 2 samolyoti manzilga yeta olmadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Toshkentdan Ufaga uchgan 2 samolyot Qozon shahridagi zaxira aeroportga yo'naltirildi. O'zbekiston Airways'ning HY9657, 9658 reyslari Toshkent-Ufa-Toshkent yo'nalishi Qozon shahridagi zaxira aeroportga yo'naltirildi. Bunga Ufa xalqaro aeroportidagi joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar sabab bo'ldi, deyiladi xabarda. TASSning xabar berishicha, Moskva iqtisodiy siyosat va rivojlanish departamenti boshlig'i o'rinbosari va soliq tahlili departamenti boshlig'i Darya Murchenko kelgusi yilda shaharda ishlaydigan migrantlar uchun patent narxi oshishini taklif qildi. U ushbu tashabbusni Moskva shahar dumasining iqtisodiy va ijtimoiy siyosat qo'mitasi yig'ilishida taqdim etgan. Murchenko 2026-yil uchun mintaqaviy koeffitsiyentni 2,93,23 miqdorida belgilashni taklif qilmoqda. Bu esa patent narxini 8900 rubldan 10000 rublgacha oshiradi. Uning fikricha, bu chora migrantlar va Rossiya fuqarolariga soliq yukini tenglashtirishga yordam beradi. Departament boshlig'i o'rinbosari migrantlar uchun patent narxi Rossiya soliq kodeksiga muvofiq patentning bazaviy qiymati Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi tomonidan har yili belgilanadigan federal koeffitsient va mintaqaviy koeffitsiyentdan iborat ekanligini aytadi. Avvalroq Nijniy Novgoroddagi migrantlarning patent narxi oshishi haqida xabar berilgan edi. 2025-yildan boshlab Rossiyada xorijiy fuqarolardan farzandlarining maktabga borishini ta'minlashni talab qiluvchi yangi qoidalar kuchga kirdi. Vazirlik politsiya va mintaqaviy ta'lim organlari o'rtasida muloqot almashish tartibini ishlab chiqdi. Tizim mamlakatda yashovchi ammo maktabga bormaydigan voyaga yetmagan chet elliklarni aniqlaydi. Ma'lumotlar almashinuvi yagona elektron platforma orqali amalga oshiriladi. Agar migrant ota-onalar farzandlarining ta'lim olishini ta'minlamaganliklari aniqlansa, ular ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi ushbu majburiyatlarni jiddiy ravishda buzgan chet elliklar Rossiyada qolishlarini nomaqbul deb e'lon qilish to'g'risidagi qaror qabul qilinishi mumkinligi, bu esa amalda deportatsiyani anglatishini ta'kidlaydi. Politsiya fuqaroligidan qat'iy nazar farzandlari asosli sababsiz maktabga bormaydigan ota-onalar ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etishini eslatdi. Sankt-Peterburgdagi migrantlar kuryerlar ishga chiqmaslik haqida ogohlantirishlar ola boshladi. Xabarlarda aytilishicha, 3-noyabrdan boshlab xorijiy ishchilarning buyurtmalar olishi cheklanadi. Migrantlardan shuningdek foydalangan termosumkalarni kuryer markaziga qaytarish so'ralmoqda. 11-avgust kuni Sankt-Peterburg gubernatori migrantlarga yil oxirigacha turli transport vositalaridan foydalangan holda oziq-ovqat va boshqa tovarlarni yetkazib berishni taqiqlovchi farmonni imzolagan edi. Smolniy bu choralarni noqonuniy ish bilan ta'minlashga qarshi kurash, kuryer xizmatlari sifatini yaxshilash va rossiyaliklar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish vositasi deb hisoblamoqda. Farmon avgust oyida kuchga kirgan bo'lsa-da, biznesga yangi qoidalarga moslashish uchun qo'shimcha 3 oy berilgan edi. Sankt-Peterburgdagi migrant ishchilarga yil oxirigacha taksi haydash ham taqiqlangan. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazida MDH yagona mehnat bozorini shakllantirish doirasida migratsiya siyosatini shakllantirish mavzusida davra soati o'tkazildi. Tadbir Rossiya prezidenti maslahatchisi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha
kengash raisi Valeriy Fadiev boshchiligida delegatsiya tashrifi doirasida tashkil etildi. Davra suhbati Milliy markaz tomonidan Tashqi ishlar vazirligi, Migratsiya agentligi, shuningdek, Rossiya prezidenti huzuridagi kengash va Peterburg muloqoti forumi hamkorligida amalga oshirildi. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayev O'zbekiston hukumati Rossiya idoralariga ushbu mamlakatda ishlashni istovchi fuqarolar uchun Toshkentda maxsus tayyorgarlik markazi ochish taklifini berganligini ma'lum qildi. Biz bir necha bor migratsiyaga tayyorgarlik ochish uchun ko'p tarmoqli markaz tashkil etish taklifini berganmiz. Bu amaliyot pandemiya davrida sinovdan o'tkazilgan. Hozir barcha tuzilmalar buni amalga oshirishga tayyor, dedi Musayev. Uning ta'kidlashicha, mazkur markazda Rossiyada ishlash uchun zarur bo'lgan patent olish jarayonlari, barmoq izlarini olish, suratga tushirish va kirish taqiqlarini tekshirish imkoni yaratiladi. Bu nafaqat hujjat rasmiylashtirishni, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlikni ham qamrab oladi. Shu bois migrantlar uchun katta yengillik bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Musayev.